Assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan Dilisa Jaloliddinov o'zi kanali. Bugungi videoda biz mana shu akkauntning obzorini ko'rib chiqamiz. Videoga like bosib, obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Kommentariyada izohlarni kutib qolaman. Xo'sh, bu akkaunt 160 mingta tanga va 8 mingtacha olmosi bor akkaunt. Xo'sh, bu yerda bizda 4 ta legendarniy futbolchi sotib olingan va 3 ta star players. Bu star playerslar kelgan vaqtda o'ynalgan akkaunt. Vietnam orqali sotib oldim bu akkauntni. Kimga shunday akkauntlar kerak bo'lsa, albatta menga murojaat qilishingiz mumkin. Va biz mana bu yerda 5 ta ko'k, bitta oq agentni ochib olamiz. Bu vaqt davomida o'ynab kelingan, menimcha shu 50 kuncha o'ynalgan bo'lsa kerak. 5 ta ko'k agent olingan va 3 ta star players. 50 emas, bir 80 kuncha o'ynalgan ekan Vietnam orqali kompyuterda. Xo'p, bu yerda faqat live o'yinlar o'ynalgan, yana aytib o'taman. Va bizga birinchi ko'k futbolchi Berg ismli futbolchi chiqdi. Ikkinchisi va sig'im to'lib qolibdi. Xo'sh, biz oq futbolchilarni sotib yuboramiz bu yerdan. Oqlarning ham eng balandlarini sotib yuboramiz. Xo'p, jigarlar, Vietnam orqali kimga shunaqa akkauntlar topib berish yoki shunaqa akkauntlarni sotib olib berish, shunaqa akkauntlar kerak bo'lsa, tanga olmos yig'ish xizmati kerak bo'lsa, menga bemalol murojaat qilishingiz mumkin jigarlar. Telegram kanalimga o'tadigan bo'lsangiz, meni lichkam har bitta tashlangan maxsus narsalarda meni lichkam ko'rsatib o'tiladi. Lichkamga bemalol murojaat qilishingiz mumkin Telegram orqali. Xo'p, sezon pas xizmatlari va barcha mayda xizmatlar bor. Va bizda bir vaqtlar yurak xuruji bo'lgan va keyinchalik futbolda ancha pasayis bo'lgan Eriksen chiqmoqda. Xo'sh, bizda 2 ta yarim himoyachi chiqdi va uchinchi ko'k futbolchidan bizga kim chiqishi mumkin? Xo'sh, bu futbolchi podkatlar yaxshi ekan. 76 takling deyilyapti. 75 tezlik himoyachi chiqmoqda menimcha. Va bu Demarcos bo'lmoqda. Atletik Bilbao futbolchisi, ispaniyalik Demarcos. Xo'sh, bizda 2 ta qoldi va biz ularni ham albatta olamiz. Xo'sh, bu futbolchi davlati ispaniyalik ekan. Bizga Diego Jota chiqqanda juda yaxshi holat bo'lardi ko'k agentdan va yurtdoshimiz Abduqodir Husanov chiqqanda u ham juda zo'r holat bo'lardi. Tezlik 72, qanaqadir bu ham himoyachi. 70 darajali Munozmi nima desa ham, bu ham ispaniyalik futbolchi ekan. Xo'sh, so'nggi ko'k kuchaytiring. Ko'k futbolchimiz to'g'rirog'i angliyalik. Zarba darajalari hujumchimi deyman, shok 76. Menimcha bu albatta hujumchi. Xo'p, bizga Stretch 74 va Danny Welbeck. U ham bir zamonlar eng yaxshi futbolchilardan edi. Mana bu yerda scoutni bosib yuboramiz. Bizda darvozabon chiqdi, Küller. Va biz bu yerda video ko'rib olamiz. Albatta videoni kesib tashlayman, video joyini. Va mana biz Küllerni sotib olamiz. Xo'sh, almashtiramiz to'g'ri. Bitta video orqali Obert ismli himoyachi chiqmoqda bizga. Va biz mana bu yerda arzon futbolchini sotib olamiz. Mana shunday holatda sizlarga ham akkauntingiz darajasi past bo'lsa, arzon o'yinchilar chiqaveradi. Arzon futbolchilarni olib kuchaytirishni maslahat beraman sizlarga ham. Xo'sh, bizda mana ko'rib turganingizdek mana shunday tarkib rivojlandi va biz himoyaga mana bunday o'zgarishlar qilib olamiz va qanotlarga Pulisic va Crespo. Yo'q, Pulisicni olib tashlaymiz, Crespo va Bergkampni qo'yamiz. Mana shu holatda akkaunt yaxshi kuchaydi. Hozircha hali ham 160 ming tanga bor. Ko'rib turganingizdek super akkaunt. Mana bu yerda skautlarni ham olib olamiz. Xo'p, legendarniy skaut hech kim degan futbolchilar chiqyapti desa ham bo'ladi. Xo'sh, bironta sariq futbolchi chiqmasa shuncha skautda. Va mana bu yerda yana bitta arzon futbolchi va biz yana bir futbolchi sotib yuboramiz va bu arzon futbolchini ham sotib olamiz.
Mana shunday sizlarga maslahat beraman kuchaytirgich yig'ishni. Arzon 100 tanga, 120 tangagacha bo'lgan futbolchilarni sotib olib kuchaytirish yig'ishni albatta maslahat beraman sizlarga ham. Hop, bizda 5 ta oq skaut bor ekan. Biz ularni albatta birin-ketinlikda bosamiz va bizga Francesco Acerbi chiqmoqda. Interning markaziy himoyachisi qariya, u ham Dilsi 26 da pasayib ketishi mumkin albatta. Biz uni sotib oldik. Va keyingi videolarda buni akkaunt egasidan so'rab kuchaytiramiz. Akkaunt mana Shohrux Uzubi yozilgan. Bu Telegramdagi adminlarimdan biri Shohrux. Ular aytdi, men sizga video uchun akkaunt olib beraman. Akkaunt meniki bo'ladi dedilar. Va siz faqatgina kuchaytirgich yig'ib, to'g'ri kuchaytirib, futbolchilarni kuchaytirib borasiz dedilar. Xo'sh, mana ko'rib turganingizdek 160 mingta tangadan ham anchasini ishlatib qo'yapmiz va arzon o'yinchilarni albatta sotib olamiz. Xo'sh, bizda ikkitadan har xil kuchaytirgichlar qoldi. Okafor chiqmoqda. Xo'p, yana oq o'yinchilar. So'nggisida 54 tangalik futbolchi chiqmoqda. Ko'rib turganingizdek 54, 65, 77, 100 tanga, 120 tangagacha bo'lgan futbolchilar bemalol olish mumkin va ularga juda ham ko'p. 1000 tangangiz bo'lsa 10 tacha kuchaytirgich olsangiz bu super natija hisoblanadi. Xo'sh, mana ko'rib turganingizdek biz skautlarni bosib oldik va mana shunday tarkib bizda rivojlandi. Xo'sh, Acherbini qo'yib olamiz. Berkni ham qo'yib olamiz. Eriksen, Pulisic, Welbeck. 3 ta futbolchi bizda zaxirada qolmoqda. Biz keyingi videolarda Telegram kanalimdan so'rovnoma tashladim. Zola, Wood, mana shu yerdagi klassik playerlar va star playerslarni qaysi birini full qilay deganimda Zolaga ovoz berdi Telegram kanalimdagilar. Sizlarga ham o'tib qo'yishni maslahat beraman va keyingi videoda biz Zolani full holatga yetkazamiz. Ko'rib turganingizdek hisobga kelishiga hali biroz vaqt bor. 8-tayyorga chiqilgan bu akkauntda ko'rib turganingizdek faqat live o'yinlar o'ynalgan. Sizlarga aytganimdek. Xo'p. Gianfranco Zolani full qilganim, juda super holatda full qilganman. Keyingi videoda albatta bu sizlarga birin-ketinlikda ko'rsatib o'taman. Xo'sh, Zolaga shu yerda bittalik kuchaytirgich bosamiz. Mana bu yerdan tanga olib olamiz. Super. Video sizlarga yoqqan bo'lsa, hammaga xayr, sog', salomat bo'ling deb qolaman jigarlar.